Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolisa mana keyingi zakazlarimiz ham uje tayyor bo'lyapti. Mana kraska sepilish jarayonlari bo'lyapti. Xudo xolisa mana kraskalarni sepyapmiz. Nargilar tayyor, bu yerda tayyor bo'lganlari, bu yerda ham uje bo'lganlari mana ichkarida tayyor bo'lyapti mana. Bolalar sepishlar jarayoni ichkarida mana. Ichkarida sepilyapti. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha video qilishga harakat qilyapmiz. Xato kamchiliklarga hammadan oldindan uzr so'raymiz. Videomizga bitta like tavsiya bosishni unutmanglar. Xudo xolasa mana bu yerda ham mana bitganlari bor, tayyor. Bular ham hammasi zakaz berib beramiz. Bitganlari hammasidan bor. Krashevinni, MDFni o'zi. Xudo xolasa mana xohlagan fasonida, xohlagan turida, xohlagan ranglarida qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha video qilishga harakat qilyapmiz. Eshik-romlarimiz xudo xolasa tayyor zakazlarimizga xohlagan usulida, xohlagan ranglarida qilib bersak qilib beramiz. Klientlarimiz rangiga qarab. Jigar rangi bor, mo'qriylari bor. Pulini xudo xolasa kvadrati 750 mingdan 1,5 milliongacha bor. Vodiy bo'ylab o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga xudo xolasa yetkazib beramiz. O'zimiz ham mana qo'yganmiz. MDF mashinalar mana Krashevinni tashqariga mana xudo xolasa bu yil 5-yili. Hali hech narsa bo'lib hali o'zgargan yerlari yo'q. Mana MDFlar xudo xolasa zo'r turibdi. Tashqarilariga ponni qo'yganmiz. Hamma yo'g'i joyida. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska like bosib qo'yamiz. Videomiz kengroq tarqalishi uchun xudo xolasa el xizmatidamiz qo'limizdan kelganicha.